O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-oktyabrdagi 673 sonli qaroriga muvofiq aholi turar joylarining energiya samaradorligini oshirish bo'yicha yangi tizim joriy etildi. Endi uyingiz energiya auditidan o'tkaziladi. Mutaxassislar uyingizda energiya qayerda ortiqcha sarf bo'layotganini aniqlab beradi. Eng muhimi, ushbu tekshiruv xarajatlari 100% davlat tomonidan qoplab beriladi. Bundan keyin uyingizda energiyani tejash uchun davlat moliyaviy yordam ko'rsatadi. Agar siz quyosh panellari yoki boshqa uskunalarni o'rnatsangiz, xarajatning 20% gacha qismiga subsidiya ajratiladi. Masalan, agar 10 million so'mlik uskuna o'rnatsangiz, taxminan 2 million so'mgacha davlat qoplab beradi. Issiqlik nasoslari uchun esa 40% gacha subsidiya beriladi. Ya'ni 10 million so'mlik uskuna uchun 4 million so'mgacha yordam olish mumkin. Amalda ushbu subsidiya miqdori belgilangan norma va limitlar doirasida qo'llaniladi. Bundan tashqari, uylarni energiya tejamkor qilish uchun yashil ta'mir kreditlari orqali moliyaviy resurslar beriladi. Bu kreditlar uylarda issiqlikni saqlash, energiya sarfini kamaytirish va zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatishga yo'naltirilgan. Agar kredit foiz stavkasi 19% dan yuqori bo'lsa, davlat foizning ushbu chegaradan oshgan qismini qoplab beradi. Lekin qoplab berish miqdori 4% dan oshmasligi belgilangan. Bu orqali kredit yuki ancha yengillashtiriladi va aholi uchun to'lov sharoiti qulaylashadi. Barcha jarayonlar ariza berish, subsidiya olish va kredit rasmiylashtirish yagona raqamli platforma orqali amalga oshiriladi. Tizim elektr, gaz va kadastr ma'lumotlari bilan bog'langan bo'lib, barcha jarayonlar avtomatik va shaffof tarzda tekshiriladi.